mani ismim Zokir, familiyam yozib, shu muborak aylangan boshqarma o'rinbosari bo'lib ishlayman. Bizlar asosan mana shu nima deydi, hukumat prezidentimiz bir qancha qarorlar bor. Qarorlar bo'yicha ya'ni shu aholi tadbirkorlikka jalb qilish, ularga moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha nima deydi, ajratilgan kreditlarimizni foydalanib berganlar. Shunga asosan biz kreditni ajratib kelamiz. Bizda mana shu har bitta mahallaga o'zimizga Muborak tumanida 23 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 11 ta mahalla bizga biriktirilgan aylanadi. Shulardan bittasi shu Qoraqum mahallasi hisoblanadi. Mana shu yerda Qoraqum mahallasiga agentimiz, ya'ni biriktirilgan Dilnozaga mana shu yerda nima deydi, aholi o'rganadilar, kreditlar bo'yicha yoki bo'lmasa bank mahsulotlari bo'yicha doimiy ma'lumot berib boradilar. Bundan tashqari mahalla bankirimiz bor. Bundan tashqari nima deydi, o'zimiz doimiy kelib shu yerda aholi bilan o'rganib, tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan fuqarolarni shu moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qancha kredit mahsulotlarimiz to'g'risida ma'lumot berib boramiz. Endi o'zlaringiz bilsangiz kerak, bizlardan ancha kishilardan kredit olgan, birinchi o'sha boshdan boshlaydigan bo'lsak 17 million so'mgacha biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam kreditimiz bor. Bu 4 yil muddatga ajratiladi. 6 oy imtiyozli davr bor. 6 oy imtiyozli davr deganda bunga faqat foizlar to'lab boriladi. 6 oydan keyin esa asosiy qismi qo'shiladi va foizi to'lab boriladi. Masalan, kimdir o'sha o'qiyapti, masalan, qo'liga diplom olyapti, yoki sertifikat olyapti, tikuvchilik bilan yoki bo'lmasa o'sha shirinlik pishirmoqchi bo'lyapti, yoki bo'lmasa go'zallik saloni tashkil qilmoqchi bo'lyapti. O'shanga boshlash uchun o'ziga zarur bo'lgan uskunalar yoki asbob uskuna yoki bo'lmasa qo'shimcha nimadir jihozlar kerak bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, go'zallik saloni. U yerda o'sha o'ziga zarurat bo'lgan oyna bo'lishi mumkin, kreslo, stol yoki boshqa qo'shimcha jihoz olish uchun o'sha 17 million so'm boshlanishiga menimcha yetadi. Keyinchalik faoliyatini davom ettirib, o'shani nima deydi, odamlarga yaxshi xizmat ko'rsatgandan keyin, hammani jalb qilib olgandan keyin, faoliyatni kengaytirishga zarurat tug'ilgandan keyin nima deydi, yana qo'shimcha mablag'ga ehtiyoj paydo bo'lsa, unga 50 million so'mgacha kredit ajratamiz yoki bo'lmasa prezidentimizning 312-sonli qarorlari bor. Bu qarorda o'sha 100 million so'mgacha garovsiz 100 milliondan oshgan qismiga garov taqdim qilgan holda kredit mablag'lari ajratib kelinadi. Xo'sh, bunda 2 yilgacha faoliyat turidan kelib chiqib imtiyoz beriladi. Kredit muddati faoliyat turidan kelib chiqib 7 yilgacha muddatgacha ajratiladi. Bu o'sha foizlari nima deydi? Hududlarimiz, o'sha tumanlarimiz toifalarga bo'lingan. Bizlar Muborak tumanimiz 4-chi toifa bo'lgani uchun 20% dan ajratiladi. Bundan tashqari mahalla loyihasi kreditimiz 50 million so'mgacha ajratiladi. 2 yilgacha imtiyozli davr, ya'ni 2 yilgacha foiz to'lanadi. Undan keyin oshgan qismiga asosiy qismi foiz qo'shib to'lab boriladi. Endi asosiy qo'yiladigan talablardan bittasi kredit tarixi ijobiy bo'lishi kerak. Doimiy o'z vaqtida yopgan bo'lishi kerak kreditlarni va shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish, o'sha faoliyat bo'yicha ozgina bo'lsa ham nima bo'lishi kerak? Ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Endi bundan tashqari hokim yordamchisi bor, Shuhrat akadan 50 million so'mgacha kreditlarimiz ajratiladi. Ular ham o'zlari mablag'lari bilan ajratib keladi. Bundan tashqari mana nima deydi, bank bo'yicha ma'lumotlarni beradigan bo'lsak, oddiygina masalan kommunal to'lovlarni ham amalga oshirmoqchi bo'lsak, oldin nima qilaylik? Shu bankka boradigan, o'sha yerdan to'lovlarni amalga oshiraylik. Oddiygina o'zi svetga to'lanadigan 30 ming so'm, 50 ming so'm to'lov uchun bankka bir 5 ming so'm taksiga yoki 10 ming so'm taksiga beriladi. Yana bolalar beriladi, choy ichmasdan qaytarilmaydi. O'zi 50 million so'm, 50 ming so'm to'lov uchun 50 ming so'm kredit qilinadi. Hozir nima bo'lgan? Hamma narsa osonlashgan. Shuni endi ozgina nima deydi, aholiga yetkazib berishimiz kerak. Bank ilovasi bor, misol uchun. Bitta plastik ochib turish qiyin emas. Hozircha birinchi marta ochganlarga bepuldan berilyapti. O'sha o'zini plastik kartochkasiga kirim qilib qo'yiladi-da, o'shandan to'lab boriladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Unda hech qanday xarajat ham yo'q. Bankka borish ham uyda o'tirgan holda ajratsa bo'ladi. To'lov qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa kimdir oilasi yoki bo'lmasa yaqin qarindoshlari nima deydi, chet davlatlarga ketgan, Rossiyaga o'zimizda, bo'lmasa Germaniyadan
ketyapti. O'sha yerdan nima qiladi? Pul o'tkazmalari amalga oshiradi. Ular ham hozirdan nima bo'lyapti? O'sha to'g'ridan to'g'ri uyda o'tirgan holda o'sha plastik kartochkasiga tashlab berishi mumkin. U o'zi xohlasa plastik kartochkadan borib bankdan valyuta olishi mumkin, bo'lmasa ham o'zi xohlagan joyiga o'sha plastik kartochkadan ishlatishi mumkin. Xo'p, endi biz ma'lumot berib bo'ldik menimcha. Endi qo'limizdan kelgancha kimda nima savol bor? Savollarni beraveringlar. Hech qanday tortinmanglar. Xo'sh, baribir kimdir bank bo'yicha nimadir muammosi bo'lishi mumkin. Imkon darajasida yordam beramiz. Qo'limizdan kelsa shu yerga yechib beramiz, bo'lmasa boshqa